Kuch har doim narx so'raydi. Kimdir kuch uchun jasoratini beradi, kimdir esa insoniyligini yo'qotadi. Song Jinwoo esa ikkalasini ham yo'qotdi, lekin shu orqali butun olamni saqlab qoldi. Solo Leveling 3-fasl. Bu endi shunchaki daraja olish yoki bossni yengish haqidagi anime emas. Bu o'zini yo'qotmaslik, kuch va insoniylik o'rtasidagi chiziq haqidagi ajoyib anime. Demak, bugungi videoda Solo Leveling, ya'ni yolg'izlikda daraja ko'tarish animesi haqida gaplashamiz. Sizlar bilan Dilmurod Utepov, ya'ni Dima. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Eslasangiz, Jinwoo boshida oddiy yigit edi. U kuchli bo'lishni faqat omon qolish uchun xohlardi. Lekin asta-sekin uni kuch o'zgartira boshladi. Har bir daraja bilan u yangi kuchga ega bo'lardi. 3-faslda animega anchagina yangi personajlar qo'shiladi. Bulardan biri Leonard Nirman. Nirman Yevropaning eng kuchli ovchilaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, u Richter Guild guruhining yetakchisi sifatida tanilgan. Yana shunday Amerika Qo'shma Shtatlarining eng kuchli ovchilaridan biri Thomas Andre xalqaro darajadagi ovchi statusiga ega. Shu bilan birgalikda juda ham kuchli jismoniy kuchga ega bo'lgan ovchi. Thomas Andre va Song Jinwooning 3-faslda katta ehtimol jangini ko'ramiz. Xitoydagi eng kuchli ovchi Liu Ziga. U ham Thomas Andre kabi xalqaro darajadagi ovchi maqomiga ega. Hikoyada Jinwoo bilan birinchi marta yuzma-yuz keladi va kuch jihatdan ham aloqasi bor. Bu personaj orqali global maydondagi kuch o'lchovi ochiladi. Christopher Reed. U amerikalik kuchli ovchilardan biri bo'lib, u ham xalqaro darajadagi ovchi maqomida ko'rsatiladi. Hikoyada dunyo bo'yicha kuchlar taqsimoti kontekstida muhim rol o'ynaydi. Endi monarxlar va soyalarga o'tsak. Birinchi bo'lib eng kuchli monarx Antares. Vayronagarchilik monarxi, ajdarholar qiroli. Eng qadimiy va eng kuchli monarxlardan biri hisoblanadi. Ajdarholar qo'rquvi, vayronagarchilik nafasi singari dahshatli kuchlari bor. Hikoyaning asosiy ziddiyatlaridan biri bo'lgan insoniyat va monarxlar o'rtasidagi kurashda katta rol o'ynaydi. Eshborn, soyalar monarxi, o'liklar qiroli. Aslida bu personaj rulerlardan biri bo'lgan, keyin monarxga aylangan. Qahramon Song Jinwooga o'z kuchini meros qilib qoldiradi. Shu tarzda Jinwoo Monarch of Shadows, ya'ni soyalar monarxi darajasiga chiqadi. Bu qahramonni asosiy rollardagi qahramonlardan biri desam adashmagan bo'laman. Sillat, ayoz monarxi, qor xalqining qiroli. Muzga asoslangan kuchlarga ega bo'lgan monarx. Snowfolk maqomi bilan sovuq unsurdagi qurollar va ustunliklari bor. Legiya, boshlanish monarxi, gigantlar qiroli. Bu qahramon haqida nisbatan ma'lumotlar kamroq bo'lgani uchun gapirib o'tirmayman. Song Jinwooning o'g'li Song Soo-ho 3-faslda qo'shilmasligi aniq. Unga menimcha 4-fasl qilishadi yokida yangi anime nomi bilan, masalan, Naruto, Boruto qilishgan, o'shanaqa qilib yangi anime ishlab chiqishadi. Bu animening 1 va 2-fasliga mening shaxsiy bahoyim 10 ballik sistemadan 7,5. Buning asosiy sabablaridan biri syujet juda ham sayoz. Sizlar bilan Dilmurod Utepov, ya'ni Dima. Keyingi videolarda qaysi animelarni sharh yoki tahlilni qilamiz? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring.